Bugun sizlar bilan menga juda ham yaqin bo'lgan akam o'rgatgan usulda o'choqda qo'g'irma lamon tayyorlab ko'ramiz. Ketdik. Ishimizni go'sht qo'g'irib olishdan boshlaymiz. Bismillah. Ketdi. Go'shtga tuz berib olamiz. Bismillah. Lamon ziravorlarini berib olamiz. Piyozlarni sovolamiz. Bismillah. Albatta chesnok bo'lishi kerak. Bismillah. Yaxshilab qo'yib o'ramiz. Keyin sabzi beramiz inshaalloh. Sabzi bilan santay. Orqasidan xamirni qo'shamiz. Soya sousi va tomatli sous. Endi ketma-ket qolgan narsalarni qo'shamiz. Bolg'or qalampiri, pomidor va bodring. Va oxirida albatta selderey. Bismillah. Mashalloh akalar, o'choqda tayyorlangan qo'g'irma lamon tayyor. Barchaga yoqimli ishtaha.